Bugündən başlap Shavas City'den joy satıp alış için subsidiya açıldı obunachilarimiz. Subsidiyaga bernini alakası var deb turibmizlar. Shavot köprimiz günden güne chiroy ochib borayotir. Yo'limiz ham xuddi shunday qilib uzatilib, Shavos City'ni oldindan o'tadi obunachilarimiz. Esa xuddi mana shu yo'l bilan birgalikda Shavos City'ga qarab yo'l olamiz. Getdik. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, xodimlar va janoblar, sizlar bilan bugungi videorolikimizda ko'rishib turganligimdan xursandman do'stlar. Albatta videoni boshida aytib o'tgandim, zo'r yangilik bo'ldi. Endi kimlardir joy olish orzusida bor, lekin qurbi yetmay turibdi. Ana shunday insonlar uchun subsidiya ochildi obunachilarimiz. 16-martdan boshlab agar siz uy joy sotib olaman desangiz, xuddi mana shu yerdan mahallangizga chiqasiz, sizga subsidiya do'g'irlab berarlar. Ana shu yerdan boshlang'ich to'lovlarsiz joy sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich to'lovini davlatning o'zi o'z hisobidan sizga qoplab beradi obunachilarimiz. Demak, agar siz joy olish istagida bo'lsangiz, siz uchun bu yangilik bo'ladi. Bu yerda joylarimiz bor. Bir xonali, 2 xonali, 3 xonali joyimiz faqatgina birginasi qoldi. 1 va 2 xonali joyimizdan sanoqli uylarimiz qoldi. 2 xonali joyimizdan 3-4 qoldi. 1 xonali joyimizdan ham ozgina joylarimiz qoldi obunachilarimiz. Faqatgina shoshilishlaringiz kerak bo'ladi obunachilar. Endi ko'p yerda eshitgansizlar, bir yerlarda 5 million, 5,5 milliondan kvadratini qo'ygan bo'lsalar, aynan bizani ina shu yerda solinib turgan uyimizni kvadrati 4,5 million so'mdan boshlanadi. Agar sizda 20 million so'm pul bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan xolasangiz bir xonali, xolasangiz 2 xonali joyni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, 2 xonali joyni sotib oldingiz deylik. 20 million so'm to'laysiz, qolganini hisoblab chiqamiz. 3 million, 3,5 million so'mdan oylik to'lovi chiqadi ekan. Bu degani siz bemalol 2 xonali joyni egasi bo'lishingiz mumkin degan obunachilarimiz. Ina bu yo'limiz esa avvalgi safaram sizlarga aytib o'tdim. Bu yo'limiz ina bu yerda to'g'risidan chiqsangizlar 8-kollej bor, bu yon tarafida esa Katqal'a tekstilniy fabrikasi joylashgan. Ana shu yerdan tortib to bozor yonidan chiqadi. Bu yo'limiz esa ina shu Behruz Building tomonidan qurilib turgan uy joylarimizni yonidan o'tgan hisoblanadi. Yana 21-22 metr bo'ladi. Bu ham katta yo'llar qatoriga kiritiladi. Asosiy yo'llar bo'lib hisoblanadi-da. Xullas, shunday sharoitlari ega bo'lgan zo'r masada joylashgan joyimiz bo'ladi. Agar bu yerdan siz telefon orqali ma'lumot olaman desangiz, albatta telefon nomerlari ekranda turadi. Agar ofisina kelib turib, o'zlari bilan yuzma-yuz gaplashib, joyni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib ketaman desangizlar, ofis manzili tekstilniy fabrikaning ro'parasida joylashgan bo'ladi. Videoda ko'rib turganlaringizdek obunachilar, sho'ra kelaverasizlar. Yani sho'ra 2 qavatli bino bor, 2 qavatli binoni 2-etajida joylashgan. To'g'ri kirib boraverasizlar chiqib. Asa ko'p yurdik. Hammaga sog'lik, salomatlik. Prosta videoga birdan like bosinglardan, yaqinlaringizga shu videoni tarqatib qo'ying. Kimda kim uy joy sotib olaman degan bo'lsa, albatta yaxshi bo'ladi.